Assalomu alaykum yurtdoshlar, YouTube tomoshabinlari. Yana biz Oliy sudga keldik murojaat bilan. Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov, Ichki ishlar vaziri KXX va qolaversa bosh vazir Abdulla Aripov. Mana sizlar katta rahbarlarga murojaatimiz shundan iborat. Biz nohaqliklarga chidamasdan, mana haqiqat yo'qligiga ishonib, mana ko'ryapsizlar, necha marta Toshkent shahar sudida mana sud boshlanyapti. Sudlar nihoyatda bir noto'g'ri olib borilyapti. Toshkent shahar sudi mana Zoir Kamolov degani bor. Sud bo'ldi, sudda umuman bir adolat yo'q. Nohaqlik juda ham ko'p. Sud o'zidan o'zi qaror chiqarib, hech qanaqa isbotsiz, dalilsiz Karimov G'ayratga nohaqdan qaror chiqaryapti. Bundan oldin Yashnobod tumanida bo'lib o'tgan sud qanday bo'lgan bo'lsa, shahar yana o'sha sudni qarorini ko'chirib, o'zi hech qanaqa o'zgartirish yo'q. Nohaqlik bo'lyapti. Bizlar bundan murojaatimiz shundan iboratki, bu Toshkent shahar sudi Zoir Kamolov, Yashnobod tuman sudi Murusmon, qolaversa Yashnobod tuman tergovchisi Ilhom Tursunovga chora ko'rishingizni so'raymiz. Katta rahbarlar, sizlardan iltimosim, Ichki ishlar vaziri, DXX, Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov, sizlardan iltimos, bizlarni chaqirib bir murojaatimizni o'rganing. Xonangizda o'tiravermasdan, ular nima murojaati bor ekanda bir chaqiring. Yurakingizda bir nima deydi, bir g'urur, bir vijdoningiz, or nomusingiz bo'lsa, katta rahbarlar, chaqiringlar, nima muammong bor deb bizlar bilan bir dardlashing. Bu qanaqa bu adolatsizlik bu O'zbekistonda? Xohlagan odam xohlagan qonunni chiqaradi, nohaqdan qamaydi, prokuraturaga borib o'z pulini so'rab borgan odamni mana jinoyatga chiqarib, nohaqdan qamoqqa ushlab o'tiribdi. Qani haqiqat, qani adolat? Prezident har kuni gapiradi, haqiqat, adolat deydi. Faqat og'izdanmi bu? Nig'matilla Yo'ldoshevni kim tekshiradi? Tanzila Narboyevani kim tekshiradi? Svetlana Ortiqova, bular Ulug'bek Qosimov degani bor edi, avvalgi Toshkent shahar prokurori, hozirgi kunda Surxondaryo viloyati hokimi. Bular to'rtalasi biriktirib, sog' odamni jinnixona tiqqan prokurorlar bular. Bular Xudodan ham qo'rqmaydi, prezidentdan ham qo'rqmaydi, butun o'zbek xalqidan qo'rqmaydi. Nohaqlik bu, nohaqlik. Shavkat Miromonovich, mana shu murojaatlarimiz sizga. Bularga bir chora ko'rishingizni so'rayman. Hamda mening murojaatim hozirgi kunda Shavkat Miromonovichga. Men bu Oliy sudga murojaat qilganim bilan anchadan beri murojaat qilamiz. Hech o'zgarish bo'lmadi ham, munosabat ham bildirmadi. Bu ichki ishlar vaziri ham hech chora ko'rmadi. Men bu Yashnobod tergovchisiga umuman chora ko'rmadi. Biz oldiga borganda faqat ariza tekshirishga deydi. Arizani berasan, ariza bizdan norozi bo'lsan, yuqori turuvchiga murojaat qilishingizni so'rayman deydi. Mana aytaman, shahar sudida bo'lib, Toshkent shahar sudida bo'lib o'tgan sudyani chiqargan qarori. Yashnobod tergovchisini, Yashnobod Tursunovni chiqargan qarorini Yashnobod sudi Mirusmon ko'chirib olgan 34 bet, mana 34 bet, mana 34. Hozirgi kunda men bu shahar sudi buni ko'rib chiqib 34 ta betni yana Kamolov Zoir Tayrovich yana shu 34 ni ko'chirib o'z kuchida qoldirib o'tiribdi. Bir martam dialogni ochib ko'rgani yo'q. Bir martam biz sudda qatnashdik, ancha iltimosnoma qildik. Faqat video zapiska bizga ruxsat berdi. Video kamera bilan kirishga, video olishga umuman ruxsat bermadi. Umuman. Biz o'shandan norozimiz. Uni ilmi ham yo'q, bilimi ham yo'q, ilmi ham. 3 oy ko'rdi, faqat ushlab o'tirdi. Yana o'z kuchida qoldirdi. Birorta isbotini topmadi. Pul olgan odam keldi, pulni men oldim, men Karimov G'ayratni tanimayman dedi. Boshqa dalillar ham keldi, men Karimov G'ayratni tanimayman dedi. Hammasi aytibdi, nohaqdan ushlab o'tiribdi. Bularga men 100% javob beraman. Tepadan prokuraturadan bosim bo'lyapti. Buni chiqarmaysan, shu sudma-sud yuraveradi degan. Prezidentimiz aytgan, sudlarga hech kim aralashmaydi. Qaysi bir sudya noqonuniy ko'rsa jazosini oladi degan. Mana prezidentimiz Shavkat Miromonovich sizdan iltimos. Mana noqonuniy, adolatsiz ko'rgan. Bularga o'zingiz bir chora ko'rmasangiz bo'lmaydi.
Sizden iltimos. Yana so'zimni oxirida yana aytadigan gapim, mana katta rahbarlar, Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov, qolaversa DXX, ichki ishlar vaziri, bosh vazir, meni chaqiringlar, meni muammom bor. Ey, vijdoning bo'lsa, g'ururing bo'lsa, or nomusing bo'lsa chaqir, meni muammom bor. Sizlarga biza to'yga aytgani, yo bir choyxonaga aytgani kelmadik, muammomni aytgani keldim. Qayerga borsang kirgizmaydi. Qayerga borsang kirgizmaydi, yo'q dedi. Mana hammasi bosh prokurorning nazoratida ekan. Mana bosh prokuror sudlarga ma'riflashyapti. Kirgizmaysan, bunaqa qilasan, bunaqa qilasan deb. Qani haqiqat adolat? Yana so'zim oxirida yana iltimosim shundan iborat. Katta rahbarlar meni chaqiringlar, meni muammom bor. Baraka topkur, vijdoning bo'lsa, g'ururing bo'lsa, or nomusing bo'lsa, katta rahbarlar chaqiringlar meni. Men sizlardan adolatli qaror kutib qolaman.